Bu videoda men Finlyandiyada C1 kategoriyasi bo'yicha nazariy imtihon topshirishim haqida gapiraman. Bu jarayonda men trafikomga borishim va imtihonlardan o'tish protsessual normasini ko'rsataman. Imtihon narxi 107 evroni tashkil qiladi. Shuningdek, tarjimon ijarasi ham kerak bo'ladi. Bu esa yana qo'shimcha xarajatlardir. Imtihonda 55 ta nazariy savol bo'ladi. Ular orasida og'zaki javoblar va tasvirlar ham mavjud. Barchangiz men bilan bo'ling va barcha tafsilotlarni biling. Siz qanday yo'l bilan imtihon topshirgansiz? Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday tayyorgarlik avtomaktabdan beriladigan test savollari mavjud. Shu orqali siz tayyorlanishingiz mumkin.